Tarix bu shunchaki o'tmishdagi voqealar yig'indisi emas. Tarix bu buyuk shaxslarning irodasi va millatning taqdiridir. Ammo bu buyuklarni bizgacha kim yetkazib bergan? Agar saroy kotiblari va tarixnavislar bo'lmaganda, biz sohibqiron Amir Temurning jahonshumul yurishlari haqida qayerdan bilardik? Assalomu alaykum azizlar. Bir kitob loyihasida Farohiddin Mas'ud har doimgidek sizlar bilan. Bugungi ko'rsatuvimiz markazida Temuriylar davri tarixchilarining gultoji Amir Temur hayoti va faoliyati haqida yozilgan mukammal manba Sharafiddin Ali Yazdiyning Zafarnoma asari haqida so'z yuritamiz. Bu kitob nomidan ko'rinib turibdiki, g'alaba kitobidir. Unda nafaqat janglar, balki davlat qurilishi, diplomatiya va o'sha davrning butun borlig'i aks etadi. Mavlono Sharafiddin Ali Yazdiy 15-asrning yetuk tarixchisi, shoiri va olimidir. U Erondagi Yazd shahrida tug'ilgan bo'lsa-da, butun hayotini Temuriylar saltanati xizmatiga bag'ishladi. Yazd shunchaki voqea yozuvchi, kotib emas edi. U o'ta bilimli bo'lib, astronomiya, adabiyot va inshoni, ya'ni yozish san'atini mukammal egallagan shaxs bo'lgan. U Shohrux Mirzo va uning o'g'li Ibrohim Sulton saroyida katta hurmatga ega bo'lgan edi. Uning uslubi shunchalik go'zal va badiiy ediki, Zafarnoma asrlar davomida nafaqat tarixiy manba, balki badiiy asar sifatida ham sevib o'qilgan. Alisher Navoiy hazratlari ham Yazidni ulug'lab, uni tarix ilmining piri deb atagan edi. Xo'sh, bu ulkan qomus qanday dunyoga keldi? Asar 1419 va 1425 yillar oralig'ida Amir Temurning vafotiga qariyb 20 yil to'lib yozildi. Kitobning buyurtmachisi Temurning nabirasi Sheroz hokimi Ibrohim Sulton Mirzo edi. Bu kitobning yozilishi oddiy jarayon bo'lmagan. Ibrohim Sulton bobosi haqidagi barcha haqiqatlarni jamlash uchun maxsus hay'at tuzgan. Ular qanday manbalarga tayanishgan? Amir Temurning yurishlarida doimiy hamroh bo'lgan baxshilarning Uyg'ur yozuvidagi kundaliklari, Hindiston va boshqa o'lkalardan yuborilgan zafarnomalar, ya'ni hisobotlar, tirik guvohlar, ya'ni Amir Temur bilan birga jang qilgan qariya sarkardalarning hikoyalari. Sharafiddin Ali Yazdiy mana shu tog'dek ma'lumotlarni saralab, ularga adabiy sayqal berib, yaxlit bir asar holiga keltiradi. Shuni aytish kerakki, Yaziddan oldin Nizomiddin Shomiy ham Zafarnoma yozgan edi. Lekin Yazidning asari voqealarning to'liqligi, badiiy tili va mukammalligi bilan undan ustun turdi va ko'proq mashhurlikka erishdi. Zafarnoma hajm jihatdan yirik asar. U muqaddima va asosiy qismdan iborat. Kitobning bosh g'oyasi markazlashtirilgan kuchli davlat va adolatli hukmdor timsolini yaratishdir. Yazid Amir Temurni shunchaki bosqinchi emas, balki sohibqiron, ya'ni yulduzlar hukmronligi ostida tug'ilgan, Alloh tomonidan qo'llab-quvvatlangan, parchalangan dunyoni tartibga soluvchi islohotchi sifatida tasvirlaydi. Asarda nimalar bor? Amir Temurning tug'ilishidan to vafotigacha 1336-yildan to 1405-yilgacha bo'lgan davr. Uning Mavara-un-Nahrni birlashtirishi, To'xtamishxon, ya'ni Oltin O'rdaga qarshi yurishlari, yillik yurish, 5 yillik yurish va 7 yillik yurish tafsilotlari bayon qilinadi. Boyazid Yildirim bilan bo'lgan Anqara jangi, Samarqanddagi qurilishlar, bog'lar va to'ylar tasviri. Yazid voqealarni yillar bo'yicha xronologik tartibda o'ta aniqlik bilan yozgan. Hatto ba'zi janglarning qaysi kuni, qaysi soatdan boshlanganiga qadar qayd etib o'tgan. Sohibqiron hukm qiladiki, Samarqand atrofida Konigil mavzesida ulkan chodirlar tikilsin. Bu to'yda dunyoning 4 tomonidan kelgan elchilar, Xitoydan, Farangistondan, Hindistondan kelgan mehmonlar jam bo'ladi.
Shunday bazm bo'ladiki, osmon yulduzlari ham unga havas bilan boqishadi. Yana bir muhim jihat harbiy taktika. Masalan, 1402-yilda bo'lib o'tgan Anqara jangida Temur fillardan qanday qilib foydalanganligi, qo'shinni qanday qilib qanotlarga bo'lish va hujum qilish taktikalarini batafsil bayon qilib o'tadi. Bu esa bugungi kunda harbiy akademiyalarda o'qiyotgan yosh harbiylar uchun jang qilish taktikasini o'rganish borasida qo'llanma bo'la oladi. Asarda yana shunday ma'lumotlar borki, Muhammad Sulton vafot etganda chekkan qattiq iztiroblari juda ta'sirli bayon etiladi. Bu esa Sohibqironning ham oddiy inson kabi yuragi borligini ko'rsatadi. Zafarnoma bizning bugungi O'zbekiston davlatchiligi tarixini o'rganishda bu kitob muhim manba bo'la oladi. Geografiya. Kitob yuzlab shahar va qishloqlar nomlari keltirilgan bo'lib, ular tarixiy geografiyani o'rganishda bebahodir. O'zbek tili va adabiyoti. Garchi asar fors tilida yozilgan bo'lsa-da, keyinchalik o'zbek tiliga tarjima qilingan. Undagi turkiy atamalar, harbiy unvonlar va urf-odatlar tilimiz tarixini o'rganishda kalit vazifasini o'tay oladi. Jahonshumul e'tirof. Bu kitob asrlar davomida fransuz, ingliz, rus va boshqa tillarga tarjima qilingan. Yevropaliklar Temurni aynan shu asar orqali taniganlar. Sakkiz kundan so'ng Amir Temur O'rusxon sari mutavajjih bo'lib yurdi. To'xtamishxon ham Temur sari g'ajirchi bo'lib yurdi. Kecha kunduz surib 15 kundan so'ng dushanba kechasining subhi erdikim Qoraqamishqa yetdilar. Dushmanning eli chizsiz o'ldirib edi kim? Hazratning eli alarni taladilar. Qo'y, ot, teva sonsiz tushdi. Hazratning davlatidan O'rusxon ushul yaqinda o'lib, ulug' o'g'li To'xtaqiyoxon o'lib, ato yerida o'ltirib erdi. Va Ultaqi atosining keyinida bordi va Dashti To'xtamishni Dashti Qipchoqda xon qildi. Ul yerda bo'lgan el ulus bilan kim Dashti Qipchoq elidan erdi va anga ot berdi. Ot shundoq bir ot edi kim hangi o'g'loq nam edi. Andak ot yo'q erdi. Bir ot kim edi barqidin testar, qila olmas erdi el andin guzar. Yururda falakdan edi tezroq, aning gardaniga yetmas erdi buroq. Hazrat dedikim, bu otni yaxshi saqlagansan. So'ngra Samarqandga qaytib tushdi. Ilon yilining avvalida tarix 778-da davlat va saodat birla qaror topdi. Hazrat Sohibqiron Dashti Qipchoqdan yong'ondan so'ngra O'rusxon o'g'li Temurmalik o'g'lon xon bo'ldi va cherik tortib To'xtamish boshiga keldi. Va urush qilgandan so'ng To'xtamish cheriki buzildi. Va To'xtamish ul otni minib kim Hazrat Sohibqiron berib edi. Minib qochibdi va ko'p mashaqqat ko'rgandan so'ng Hazratga yetdi. Sohibqironning himmati aning ahvoliga tushib, aning yirog'ini qilib ulug' beklardan Tuman Temur O'zbek va Baxti Xoja va G'iyosiddin Tarxon va Yang'i Qavchin bulardan To'xtamish bilan Sig'noqqa yibardi kim aning ul viloyatga xon qildilar. Beklar aning bilan Sig'noqqa borib To'xtamish xoliq taxtiga o'ltirdilar va nayin kim rasm turar edi qildilar.
Zafarnoma g'alaba haqidagi kitobdir. Lekin bu g'alaba faqat jang maydonida emas, balki aql zakovatning jaholat ustidan g'alabasidir. Sharafiddin Ali Yazdiy bu asar orqali Amir Temurga haykal qo'ydi. Toshdan emas, so'zdan yasalgan haykal va u shamol yomg'irlarda yemirilmaydi. Asrlar osha yashayveradi. O'tmishni bilgan millatning kelajagi buyuk bo'ladi. Zafarnomani o'qing. Undagi har bir sahifada o'zingizni topasiz. Tarix zarvaraqlarini birga ochishda davom etamiz. Bir kitob loyihasidan uzoqlashmang. Farohiddin Mas'ud sizlar bilan. Assalom.